bering endi. Bilmadim, ustalarga ishonmayman. Ya, ish olmasangiz nima qilasiz ishlatib? Aldama ishlarmi, pulimga xiyonat qilma ishlarmi? Menga birovning haqqi kerak emas, aka. Qaranglar, lekin ushlasham yomon qilaman. Aldagan 5 ta harf bo'lsin. Nima ikkalangam gerda yuribsan? Men bergan pulga ishonib yuribsanmi? Bizni yurishimiz shunaqa. Pulim joyidami? Joyida. Qara lekin o'tgan yili elektrikni itaruvdim. 3-etajda. Sanlarni ham itaraman. 4-etajdan. Hop. Aldasang. Ofitsiant, bizga 1 kilo tandir bering, yog'li joyidan bo'lsin. Ana. Kimni puliga tandir zakaz beryapsan, ha? Meni pulimgami? Nima deganingiz aka, o'zimizning pulimiz bor-ya. Qara lekin o'tgan yil bitta elektrikni sop qo'yuvdim. Qobig'iga. Agar sanlar ham meni aldasalaring, sop qo'yaman qobig'ingga. Mana qo'pol ekansiz aka. Meni pulimga men aytgan narsani ol faqat, tushundingmi? Hay, 97lik 342. Ana, Bolgarskiy, ushadimmi? Meni pulimdan kimga pul o'tkazyapsan? Aka, sizni pulingizdan vobshe ishlatganim yo'q, ishoning. Qara lekin o'tgan yil bitta mebelchini buzib qo'yganman. Drelini. Seni ham buzib qo'yaman aldasang basharangni. Xo'p. Davay. Bo'ldi, ustakalar, sizlar bemalol ketaversanglar bo'ladi. Sizlarga ilova orqali kamida 30 ming so'm pul tushadi. Rahmat. Ha, gendin, ushadimmi? Meni pulimga nimani reja qilding? Nimaga bu senga pul tashlab berib? Tiling birmi? Qo'yib yuboring aka. Sizni pulingiz vobshe kerak yo'q. Siz o'zingiz royal suv isitgichini qo'yib ber deganmidingiz? Har bitta royal suv isitgichini qo'yib bergan ustaga 30 ming so'm pul tashlab beryapti bular. Kamida 30 ming. Bundan tashqari har oy bitta Damas o'ynalyapti. Eng ko'p mahsulot o'rnatgan ustani Damas yutish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Ustalarning davri kelibdi-da. Menga qara. 30 ming so'm menga kerak emas. Menga Damas yutsang menga berasan, chunki meni pulimga kelyapti-da Damas. Bora bitta dorobga boshim og'rib ketdi. Qanaqa dori? Kimni puliga dori olyapsan? O'zimni pulimga aka, mana pulingizni olingda qaytib ko'zimga ko'rmaydi. Tushundingizmi? Boshqa usta ishlating. Xudoga shukr, pulim qaytdi. Bilmayman, mana shu pulim ketgandan keyin menda halovat yo'qoldi. Ustalarga bo'lgan ishonchim yo'qmi, bilmayman. Balki shunaqa tarbiya topgandirman. Men qattiq deb o'ylamanglar. Bu pulni mehnat qilib topganman.